Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Klip olish vaqtida gelik tagida qolib nogiron bo'lgan aktrisa qonunchilik bu borada nima deydi? Aktrisa Sabrina Jabborova xonanda Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipini suratga olish jarayonida avtohalokatga uchrab nogiron bo'lib qolgani xabar qilingan edi. U o'z chiqishida voqeaga sababchi bo'lganlar tomonidan unga hech qanday yordam ko'rsatilmayotgani, o'z holiga tashlab qo'yilganini ma'lum qilgan. Shundan so'ng klipni suratga olish jamoasi vakillari xonanda va uning ma'muri aktrisaga yetarlicha ko'mak berilayotganini aytib chiqishdi. Keyinroq Ozoda Nursaidova masaladan to'liq xabari yo'qligini aytib, Sabrinadan uzr so'radi. Hozirda mazkur holat ichki ishlar organlari tomonidan o'rganilmoqda. Bu holatda aktrisaga yetkazilgan zarar qanday qoplanadi? Qonunchilik bu borada nima deydi? Mazkur savollarga Daryo muxbiri, mehnat huquqi bo'yicha ekspert Muhammadamin Karimjonovdan javob oldi. Agar bu holatda aktrisa mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xodim bo'lsa, Mehnat kodeksining 319-moddasiga ko'ra, ish beruvchi xodimning hayoti yoki sog'lig'iga ziyon yetkazilganda xodimga yetkazilgan ziyonning o'rnini qoplashi shart. Mehnat kodeksining 321-moddasiga ko'ra, ish beruvchi xodimning mehnatda mayib bo'lishi yoki kasb kasalligi tufayli hayotiga yoki sog'lig'iga yetkazilgan ziyonning o'rnini qoplashi shart. Ish beruvchi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham mehnat vazifalarini bajarishda, shuningdek, ish beruvchi tomonidan berilgan transportda, ish joyiga borish yoki ishdan qaytish vaqtida mehnatda mayib bo'lishi tufayli xodimning hayotiga yoki sog'lig'iga yetkazilgan ziyon uchun moddiy javobgar bo'ladi. Mehnat kodeksining 322-moddasiga ko'ra, xodimning sog'lig'iga yetkazilgan ziyonning o'rnini ish beruvchi tomonidan qoplash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Xodimga bir martalik nafaqa to'lash, xodimga yo'qotilgan ish haqqi uchun yetkazilgan ziyonning o'rnini qoplash tarzida amalga oshiriladigan har oylik to'lovlar, xodimning qo'shimcha xarajatlarini kompensatsiya qilish. Mehnat kodeksining 323-moddasiga ko'ra, xodimning sog'lig'iga ziyon yetkazilganligi munosabati bilan ish beruvchi tomonidan bir yo'la to'lanadigan nafaqa miqdori jamoa shartnomasida, agar u tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi o'rtasidagi kelishuvga binoan belgilanadi. Bunda xodimning sog'lig'iga ziyon yetkazilganligi munosabati bilan bir yo'la to'lanadigan nafaqa miqdori jabrlangan xodimning o'rtacha oylik ish haqqi asosida hisoblangan yillik ish haqqidan kam bo'lmasligi kerak. Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 11-fevraldagi 60-son qaroriga birinchi-ilova. Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to'lash qoidalari xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi, kasb kasallariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to'lash bo'yicha munosabatlar, O'zbekiston qonunlari, boshqa normativ huquqiy hujjatlar, shuningdek mazkur qoidalar bilan tartibga solinadi. Mehnat vazifalarini bajarish munosabati bilan xodimning hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyotini umumlantirish yakunlarini ko'rib chiqib, qonunlarni to'g'ri va bir xilda qo'llash maqsadida Oliy sud plenumining mehnat vazifalarini bajarish munosabati bilan xodimning hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplashga oid nizolar bo'yicha sud amaliyoti haqidagi qarori ham qabul qilingan. Yuqorida tahlil qilganlarimiz mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xodimlargagina taalluqli. Agar aktrisa bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan bo'lsa-chi? Mehnat kodeksining 11-moddasiga ko'ra, mehnat to'g'risidagi qonunchilik quyidagi shaxslarga nisbatan, agar ular ushbu
ushbu kodeksda belgilangan tartibda bir vaqtning o'zida ish beruvchilar yoki ularning vakillari sifatida ish yuritmasa tatbiq etilmaydi. Fuqarolik huquqiy tusdagi shartnoma tuzilganda fuqaro tashkilot bilan mehnat munosabatlariga kirishmaydi. Uning taraflari xodim va ish beruvchi emas, balki ijrochi va buyurtmachi hisoblanadi. Shuningdek, mehnat kodeksida nazarda tutilgan kafolatlar fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomada nazarda tutilmaydi. Fuqarolik kodeksining 989-moddasiga ko'ra, yuridik shaxs yoxud fuqaro o'z xodimi mehnat, xizmat, lavozim majburiyatlarini bajarib turgan vaqtida yetkazgan zararni qoplaydi. Ushbu bobning qoidalariga muvofiq mehnat shartnomasi asosida, shuningdek fuqaroviy huquqiy shartnoma asosida ish bajarayotgan fuqarolar agar bunda ishlarni bexatar olib borish yuzasidan tegishli yuridik shaxsning yoki fuqaroning topshirig'i bo'yicha yoki nazorati ostida harakat qilgan bo'lsalar yoki harakat qilishlari lozim bo'lgan bo'lsa, xodimlar deb e'tirof etiladi. Fuqarolik kodeksining 989-moddasi 2-qismidagi xodim tushunchasi nafaqat mehnat shartnomasi asosida, shuningdek fuqaroviy huquqiy shartnoma asosida ish bajarayotgan fuqarolarni ham qamrab oladi. Ya'ni bu tushuncha mehnat kodeksining 19-moddasi 2-qismidagi xodim tushunchasidan kengroq hisoblanadi. Xo'jalik shirkatlari va jamiyatlari ishlab chiqarish kooperativlari o'z ishtirokchilari a'zolari tomonidan ular shirkat va jamiyat yoki kooperativning tadbirkorlik, ishlab chiqarish yoki boshqa faoliyatni amalga oshirish vaqtida yetkazilgan zararni qoplaydilar. Voyaga yetmagan aktrisa, operator va rejissyorning ko'rsatmasi bilan gaz pedalini bosgan, biroq o'sha paytda mashina boshqaruvini yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari Sabrina ustidan 2 marta o'tib ketdi. Oldi g'ildiragi butunlay uning ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustidan aylanib ketgan. Voqea natijasida Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan deyiladi Sabrinaning murojaatida. Gelik haydagan Sevinchning ma'lum qilishicha, u boshida mashina boshqarishni bilmasligini aytgan. Gelikni haydashimni aytishdi. Ahad Qayum ularga bu mashina haydashni biladi degan ekan, lekin men avval gelik haydab ko'rmaganimni aytdim. Gelikni haydab kelgan haydovchi qayta menga uni qanday haydash kerakligini tushuntirdi. Shu tarzda syomka boshlandi. 4-5 ta kadr olindi. Bu voqea oxirgi kadrda bo'ldi. Bu yerda odamlar ko'p-ku, qanaqa qilib haydayman deb so'radim. Shuhrat va Abror akalar, massovkaga javobgar odamlar bor. Sen ularga qarama deb aytishdi. Keyin mashinani boshqarayotganda sen yo'lga emas, kadrga, oyna tarafga qara deyishdi. Shundan keyin men boshqaruvni yo'qotdim, chunki ko'zim yon tomonga qarayotgan edi. Ham qo'shnali tuflida mashina haydash qiyin ekan. Ushbu voqeadan keyin hushimni yo'qotganman. Ular Sabrina opani kasalxonaga olib ketishgan deydi Sevinch. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-son qaroriga 1-ilova yo'l harakati qoidalarining 149-bandiga ko'ra transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lishi uchun o'rganuvchi o'quv muddati yakunida B va S toifalar uchun 18 yoshga to'lgan bo'lishi kerak.